Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi video obzorimizni boshlaymiz. Video obzorimiz Andijon tumani Nayman qishlog'idagi G'ayratjon ustaning ustaxonasidan, ya'ni o'zimiz ustaxonadan olib bormoqdamiz. Bugun hafta kuniga chorshanba 2026-yil 11-mart Ramazon oyining 21-kunida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Ushbu muqaddas oyda tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin Alloh dargohida. Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin. Bo'lmasa biz tanishtirishni boshladik azizlar. Birinchi ishimiz Chester fasondagi bir kishilik spalnilarimiz. Mana e'tibor berib qo'yasizlar. Qo'l mehnati asosan bu yerda bor. Mana Chester fasonda mebelchi do'stlarimiz hamda mebel ishqibozlari buni yaxshi biladi. Bunimizni razmeri 2.35 ga eni 90 bo'ladi. Materiallari moishi, rossiyskiy laminatlardan qilingan. Juda sifatli qilib ishlaganmiz. Mana ichlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ichlari ham mana taylari ham hamma joylari laminatdan bo'lgan. Oq HDPlar qo'yilgan, juda nafis ishlangan. Bu ishlarimizni mexanizmlar qo'yilgan. Bu ishimizni narxi biz 1.200.000 dan sotyapdik. Mana Ramazon oyi munosabati bilan 1.150.000 so'mdan qo'ydik. Bir jupi 2.300.000 so'm bo'ladi azizlar. Hammasini juplari tagiga qo'yilgan. Ishlarimiz ko'pligi uchun shunday tarzda qilganmiz. Barcha svetlardan bor. Chester fasondagi bir kishilik divan deyiladi. Bir kishilik divanlarimiz mana boya aytib o'tganimdek 1.150.000, jupi 2.300.000 so'mdan azizlar. Mana undan keyingi fasonlarimiz bor. Mana bularda hammasini rangi o'zgargan bilan puli o'zgarmaydi. Mana har xil svetlardan bor. O'zingizlarga ma'qul tushganini zakaz beraverasizlar. Keyingi ishimiz mana 2025-yildan juda ko'p sotganmiz buni. Panda fasondagi ishimiz. Buni bir donasi 1.100.000 so'm, jupi 2.200.000 bo'ladi. Buni ham sondoqlari ochiladi, hozir ko'rsatib o'tamiz. Keyin bu yerda yana bitta ishimiz bor. Mana do'stlar, bu ham 1.100.000 so'mda yangi ishimiz. Buni ham bir o'zimiz ustaxonada chiroyli qilib ilhomlanib yaratdik. Boshqa ustalarning ishlaridan ilhomlanib yaratganmiz, uni to'g'risini aytish kerak. Mana bu ishimiz bir donasi, buni ham 1.100.000 so'm. Mana hali boya aytgandek, ikkitasini bir qilib qo'yib turib, ikki kishilik spalni qilib ishlatsa ham bo'ladi. O'zi odamlar shunaqa olyapti ham, haligi ikki kishilik spalni qilib ham ishlatishyapti, ikkitasini bir qilib. Yonidagisi bor. Bu ham 1.100.000 so'mdan. Mana 1.200.000 so'mdan yana bitta ishimiz bor. Bu pampers prujina qo'yilgan bunga. Bu zakaz, buni sondig'i ochilmaydi, lekin bu zakazga qilganmiz. Bularning hammasini sondig'i ochiladi. Endi do'stlar, yana panda ishlarimizni qolganlari bor. Mana bu yerda boshqacha svetlar bor. Bularga ham e'tibor berib, o'zingizlarga, uylaringizga, devorlar rangiga, boshqaga qarab turib zakaz beraverasizlar. Bularda hammasidan svetlar, rasvetkalari bor. Endi azizlar, yana bir sizlarga ishlarimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana high-tech usuldagi spalnilarimiz ham bor, yakka spalnilarimiz. Bunisi bachoga 30 bo'ladi, bunisi 800.000 dan, jupi 1.600.000 so'm. Keyingi ishlarimiz materiallari mana moishi bo'ladi. Buni bir donasi 750.000 so'mdan, bir jupti, ya'ni ikkitasi 1.5 million so'm bo'ladi. Bularda ham sondig'i ochiladi. Mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Sonda ichlari ham oq HDPlardan, laminatlardan va taylari ham laminat qilingan, sifatiga e'tibor berib qo'yasizlar. Endi bu do'stlar, bu oshiq-moshiqlik bo'ladi. Bunga mexanizm qo'yilmagan, 3 ta oshiq-moshiq qo'yilgan, sifatli va juda ham qulay narxlarda azizlar. Mana boshqacha svetlari ham bor, buni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bizda hozir bor, nalichida bor svetlar shu, boshqa svetlar ham bo'lgan. Sizlar menga o'zingizlarga yoqqan svetni rangini tashlab bersanglar, o'sha svetni ham qilib beraveramiz. Keyingi ishlarimiz do'stlar, mana 600.000 so'mdan sotgan ishlarimiz bor. Mana buni materiali moishi emas, bu endi sidon material, eskilar biladi, qattiq sidon, juda ham nima bo'ladi. Buni narxi 595.000 qilib qo'ydik bir donasini, bir jupi 1.190.000 so'mdan. Buni ham sondig'i ochiladi. Buni byudjetli variantda qilib qo'ydik, sababi haligi ko'p bolali nimalar ishlatadi buni ham. Kattalarki, bu do'stlar, bu yerga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu ishlar detskiga o'xshab ko'rinadi. Aslida buni razmerlarini aytib o'tmabman. 87 ga 215 mana bular. Buni razmeri 2 metrga 87. Odam yotadigan joyi 1.90 buni. Buni odam yotadigan joyi 2 metr. Bu kattalardiki, lekin bolalarga ham olishyapti. Bolalar ham tezda katta bo'lib qolyapti deb odamlar shu narsalarga o'zlari zakaz qilgan uchun shundan kelib chiqib qilyapmiz. Keyingi ishimiz mana 500.000 so'm bu. Bu ishimiz ham uzunasi 2.20, eni 90. Bunimizni bulardan farqli tomoni shuki, buni sondig'i bo'lmaydi. Bu divanning o'zi. Ayrim odamlarga sonda kerak emas deydi. Shuning uchun buni puli sal arzonroq. Buni puli 500.000 so'm. Buni ham rosa sotganmiz, buni ham so'rashyapti. Yonboshlardan ham olib ko'rsatib qo'ying. Chekkaga bo'lib qolibdi.
Do'stlar, endi mana shu bu yerda bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Sizlarda savol bo'lishi mumkin. Bu narsalarni to'lovi qanday yoki bo'lmasam yetkazib berish dastavka masalalari qanday degan savollar bo'lishi mumkin. Dastavka masalalarida muammo yo'q. Andijon shahriga bepul yetkazib berganmiz va bundan keyin ham yetkazib beramiz. Andijon shahridan boshqa joylarga xaridorlarimizga kelishilgan narxda va arzon narxda, kelishilgan emas, arzonroq narxda nisbatan biz shofyorlarga to'g'ri beryapmiz. O'zimizda ham mashinalar bor, o'zimizga qarashli labochi ukalar bor. O'shalar arzon narxlarda, xudo xolasa, sizlarga uylarga yetkazib, sifatli tarzda yetkazib beradi. Xo'p, to'lov usullari qanday desanglar, to'lov usullari naqd pul yoki plastik kartada beraverasizlar. Uni asosan shofyorlar olib borgandan keyin bersanglar ham bo'laveradi naqd pulni yoki bo'lmasa kartaga o'tkazib bersanglar ham bo'laveradi. To'lovlardan, yetkazib berish nimalardan muammo yo'q. Faqat hali tanlov imkoniyati o'zingizlarda qoldi. Endi bu yerda yana bir savol bo'lishi mumkin. Ko'proq olganga nima qilinamiz deydi. Masalan, mana ko'proq Toshkent shahridan, mana nimadan Jizzaxda mana kurortniy zonalari bor hududlardan dachalarga yoki bo'lmasam xususiy shifoxonalarga yoki bo'lmasam mehmonxonalarga deb ham takliflar tushadi. Ularga ham yetkazib berganmiz. Bularga ko'proq ob'yomda bo'lsa, bularga ozgina anaqa qilib beramiz. Ko'proq olgani uchun ozgina imtiyozi bor. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. To'lov usullarini ham ular bilan kelishamiz. Naqd pul yoki bo'lmasam plastik karta yoki bo'lmasam pul o'tkazish yo'li bilan ham shartnoma asosida ishlayveramiz azizlar. Do'stlar, mana shu hozir sizlarga video cho'zilib ketmasligi uchun iloji boricha tezroq gapirishga harakat qildim. Mana shu ishlarimizdan juda ham ko'p, mana bo'lyapti. Mayda zapaslari ham bor, mana. Ya'ni yarim fabrikat holatida ham ishlarimiz bor. Bular ham xudo xolasa bugun erta bitib egalariga ketadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Murojaat qilsanglar xizmatinglardamiz. Sog' salomat bo'linglar. Hamisha xonadoningizda to'ylar bo'lsin, yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin. Biz sizlarni xizmatingizda qilib, sizlarni ham xursand qilib yurish hammamizga nasib ro'za aylasin. Kelayotgan hayit bayramlari hammamizga muborak bo'lsin. Yanagi shu kunlarda sog' salomat ko'rishaylik, sog' bo'linglar do'stlar.